Assalomu alaykum do'stlar. Devlog 13 ga xush kelibsiz. Marafonimizning teng yarmi yaqinlashmoqda. Kungacha bor yo'g'i 17 kun qoldi. Kecha ajoyib g'alaba ko'rgan keyin bugun yangi quvvat bilan loyihamizni professional darajaga ko'tarishga harakat qilamiz. Biz bugun projektimizga ozgina futur elementlarini qo'shdik va stil ham berdik albatta. Bu yerda bu hozir nimaga ikkitasi bir xil chiqyapti bu yerda? Chunki biz bu yerda AppText'da bir xil xatlar ishlatayotgandik. Shunchaki bu yerda propslar bor edi va bu yerga ozgina footerga ham biroz props qo'shish kerak edi. Lekin men oddiy tekst yozib qo'yardim bu yerga. Shunchaki bu yerda avatardek turgan belgi va bu yerda nomim, ismim yozilgan. Bu yerda sanasi, chiqarilgan sanasi yozilgan. Bu deyarli blok sayt hisoblanadi. Loyihalar ikkita, versiya 1.0. Xullas, hozircha batafsil ishlamaydi. Uni keyingi devloglarda qilishga harakat qilamiz. Batafsilni qilishga harakat qilib ko'rishim kerak. Buning uchun biroz o'rganishim kerak, operator va boshqa narsalar haqida. Bu yerda oddiygina tekst yozganman. Spanda bu yerda Tayvan CSS bezaklari, ya'ni stillari. Bu yerda juda ham chiroyli turgan bu yerdagi avatar. Rounded full degani menimcha nima, border radius infinity 1 pixel deyapti. Bu dumaloq bo'lishiga yordam beradigan stil. Bu yerda kodlar BG Purple 600, Flex Item Center, Justify Center, Font Bold. Menimcha oddiy CSS'ni tushungan odam bunga tushunish unchalik qiyin emas. Shunchaki bir ikkita stillar berishni o'rganish kerak xolos. Bu yerda masalan MT degan klassga margin top, MT degan margin top 4 degani va PT degani padding top degani ekan. Bu juda ham dahshat Tayvan CSS. Juda ham zo'r, menga yoqadi Tayvan CSS. Plus burada span bor. Biz har bir kartamizga pastidan o'zimizni kichkina footer elementimizni joyladik. Ikkalasi ham bir xil joylashdi hozir. Hammasi juda ajoyib ishlayapti. Buni ham keyinroq animatsiya qilishimiz mumkin. Bunga o'xshagan yonib o'chadigan qilishimiz mumkin. Va yana bir rejalarimizdan biri bo'lgan batafsilni bosganda alohida project detail degan bir papka ochib, xullas fayllar ochib, bu yerga o'tish uchun boshqa bir page achishimiz mumkin. Buni keyingi devloglarda albatta qilishga harakat qilaman. Hammasi hozircha yaxshi ketyapti. Ko'rib turganingizdek toza va mukammal ko'rinyapti hozir. Lekin baribir bu shunchaki men yaratdim bularni o'rganish uchun. Bu hali to'liq
biror bir loyiha emas. Men o'rganish uchun o'zimning ideyalarimni shunchaki yaratib chiqyapman. Xullas, shunaqa gaplar. Qolgan 17 kun ichida hali loyihani dahshatli qilib chiqamiz va albatta bu rejalarimizni amalga oshiramiz. Videoga like bosing, marafonimizni qo'llab-quvvatlang. Ertaga vlog 14 da ko'rishguncha deb qolaman. Albatta ertaga ham biror bir narsa o'rgatishga yoki biror bir narsa o'rganishimga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr deb qolaman.